Aziz obunachilar, Malibu 2.4 dan mana shu torpedosini yechib tashladik. Endilikda bunga ideal holatda 3-pakelenni original jihozlari bilan metan ustunovka qilib beramiz. Har doimgidek qaytarib o'tamiz. Siz sifatga talashing, biz sizni mashina sifatli holatda propan yoki metan ustunovka qilib beramiz. Originalligini mana bu joydan bilib olsangiz bo'ladi. Mana biz ichkarida bo'ladi, ligirovshnis, poddelkasi sal tashqariga chiqqan bo'ladi va mana bu joyda mashinaning rasmi bo'ladi. Poddelkasida original mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu avtomobilga ideal holatda metanda o'zida harakatlanadigan xizmat, ya'ni 3-pakelenni ustunovka qilib bermoqdamiz. Torpedosda endi ozgincha muammo bo'lganiga torpedos yomonlamoqchi emasmiz. Prosta tak 3-pakelenda o'zida yuraman deydigan bo'lsangiz, baribir mana shunga o'xshash original reduktorlari bilan 2.4 motoriga 3 qo'yganingiz afzalrog'i. Shuning uchun qayta aytib o'tyapmiz. Siz Sirdaryo metangazga omila bo'ling. Har qanday turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan ham, metan ham ustunovka qilib beramiz. Mashina ahamiyati yo'q. Eng kamida siz bu avtomobillarga qanday xizmat ko'rsatish kerak va nimalarga ahamiyat berib yurish kerak propan, metanda, shuni ma'lumotini to'liq olib yurishingiz mumkin. O'rtacha 250 kilometr beradi. Masalan, mana shu joyga qo'yilgan narsaga ahamiyat bering, o'ziniki plasmassa bo'ladi. Mana shuni ham tez ko'rsatib turishingizni tavsiya qilamiz. Ya o'rtasiga mana shunaqa trubka yoki mana shunga o'xshash narsa qo'ying. Agar buni qo'ymaydigan bo'lsangiz, sinib ketib, antifriz oqib, motoringizni o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Guliston metangaz har doimgidek sizlarga sifatli va to'g'ri takliflarni berib qoladi. Bu videoni Malibuchilarga yuborib qo'ying, boshqa joyga borib adashib qolmang. O'zimizga keling, kafolati bilan 24 ga yetdi. Har qanday jiday motorlarga ustunovka qilib beramiz. 2 turbo XL Premier ahamiyati yo'q.